Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ismim Davronbek Turdiyev. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Agar yangi qo'shilgan bo'lsanglar, bitta narsani tushunishinglar kerak. Men doimiy ravishda aqlli inson haqida gapiraman. Aqlni qanday qilib rivojlantirish mumkinligi haqida gapiraman. Qanday qilib fikrlash, to'g'irlash haqida gapiraman. Maqsad qo'yish strategiyalari, miya rivojlantirish strategiyalari, qanday qilib miyangizni maqsadga yo'naltirishingiz mumkin, qanday qilib aqlli bo'lishingiz mumkin, va hokazo, va hokazo, va hokazo, va hokazo. Juda ham ko'p shunaqa mavzularni ko'rib chiqamiz. Keling, bugun ahmoqlar haqida gaplashaylik. Ya'ni ahmoqlarni qanday qilib farqlash mumkin? Ahmoq bilan aqlli insonni qanaqa farqlovchi belgilari bor? Aqlli nima degani, ahmoq nima degani? Shu narsalarni полностью ko'rib chiqamiz. Men sizga aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bugun sizlar bilan ahmoq insonning 7 ta belgisini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, demak, birinchi o'rinda nimani tushunishimiz kerak? Ahmoq va aqlli bu shartli narsalar. Ba'zida insonlar qaysidir jihatdan aqlli bo'lishi mumkin, boshqa bir jihatdan ahmoq bo'lishi mumkin. Lekin biz общий qilayotganda aynan fikrlash haqida gaplashamiz bugun. Professionallik haqida emas. Boshqa narsa, misol uchun, raketa qurish bo'yicha yoki IT bo'yicha men ham ahmoqman. Men hech narsani tushunmayman. Hech narsani tushunmayman bu yo'nalishda. Lekin bu mutaxassislik masalasi. Biz esa bugun sizlar bilan fikrlash tizimi, mantiqiy fikrlash va mantiqiy fikrlashga tegishli xatolar va hokazolar haqida gaplashamiz. Va men sizlarga ahmoqlarning ahmoq deb atashimiz mumkin bo'lgan insonlarning 7 ta belgisini yozib beraman. Katta ehtimol bilan bu belgilardan qaysi biri sizda bor, menda bor va hokazo. Inson ideal bo'la olmaydi, lekin maksimal ravishda agar shu men sizga ko'rsatib bergan belgilar sizda bo'lgan bo'lsa, u narsadan, u stereotipdan qochishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, ahmoqni aniqlashchi 7 ta belgisi. Xo'p. Keyin ahmoq so'zini iltimos haqorat sifatida qabul qilish kerak emas. Bu shunchaki fikrlashi yetarlicha rivojlanmagan inson haqida gaplashamiz bugun. Bizda hammamizda kamchilik bor. Yana bir marta aytganman. Agar sizni fikrlashingiz chatoq bo'lsa, logikangiz chatoq bo'lsa va shu narsani tushunishga fahmingiz yetgan bo'lsa, siz уже ahmoq emassiz. Ya'ni u ahmoq o'zini ahmoq demaydi. Va bu yerda birinchi belgi chiqib keladi. Ahmoq o'zini hammadan aqlli deb biladi. Hammadan aqlli deb biladi. Bu birinchi belgi. Demak, agar siz qolganlarga qaraganda aqlli deb o'zingizga tuyulsangiz, agar atrofingiz faqatgina ahmoqlardan iborat deb tuyulsa sizga, bir narsani o'ylab ko'rish tavsiya qilaman. Avvalambor shunaqa bo'lishi ham mumkin. Siz haq bo'lishingiz ham mumkin. Lekin odatda Dunning-Kruger effekti haqida men ko'p gapirganman. Meni videolarim bor, shu kanalda ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Dunning-Kruger effekti, ya'ni o'ta kuchli professionallar, aqlli insonlar o'zlarini ahmoq ko'rishi va uni teskarisi umuman hech narsani tushunmaydigan diletantlar, yangi kirgan insonlar o'zini o'ta kuchli professional sifatida qabul qilishi. Shuning uchun ahmoq birinchi belgisi men nazarimda bu o'zini hammadan aqlli deb bilish. Hech kimga quloq solmaydi unaqa inson, o'zi hammadan aqlli, hamma narsani o'zi biladi, hamma narsani o'zi qila oladi, hamma odamga o'zi aql o'rgata oladi. U faqatgina to'g'ri yashayapti, qolgani noto'g'ri yashayapti va bu inson bu shunaqa aqlli insonki, o'zini tushunishi bo'yicha umuman hech qanaqa muvaffaqiyatga erishmagan bo'lsa ham, puli yo'q bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham, u boshqalarni ayblaydi. Men aqlliman, men hammasini to'g'ri qilganman, lekin shunaqa bo'ldiki, davlat aybdor bo'ldi, yana kimdir aybdor bo'ldi, va hokazo, va hokazo. Agar shunaqa inson ko'radigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bu insonni logikasida xato bor, mantiqiy fikrlashda o'ta katta xatolik bor. Ya'ni bu birinchi belgi, o'zini hammani aqlli deb bilish. Xo'p, demak, ahmoq insonning ikkinchi belgisi bu o'z fikriga qarshi fikr eshitganda jahli chiqqan. Buni hattoki ilmiy tomoni ham bor, o'zimni ham tushuntirib beraman. Qarshi fikr eshita olmaydi deb qo'ying. Fikrga jahl. Ya'ni jahli chiqadi. Ahmoq inson boshqa fikr qabul qila olmaydi. Chunki uni fikri to'g'ri-ku. To'g'rimi? U hamma aqlli-ku. Bu yerda bitta odam uni fikriga qarshi qanaqadir fikr bildiryapti va bu insonni birinchi o'rinda jahl bo'ladi. Misol uchun, agar sizda logika o'ta kuchli bo'lsa, qo'pol qilib aytaman, miyangiz kuchli bo'lsa, demak sizda logikangiz kuchli. Logikangiz kuchli bo'lsa, demak sizning irodangiz kuchli. Men ko'p tushuntiraman, juda ko'p tushuntiraman. Bu dunyoni yaralish jarayonida qonun qoidalar o'rnatilgan. Ular o'zgarmaydi. Fizika, biologiya, fiziologiya va hokazo. Siz shunaqa yaralgansiz va shunaqa nastroyka qilingansiz. Bu narsaga qarshi chiqa olmaysiz, faqat shu nastroykalar bo'yicha ishlay olasiz. Nastroykalardan biri sizning ruhiy holatingiz, ongingiz shaxsiy sizning miyangiz bilan birga ishlaydi bu dunyo. Miya bo'lsa fiziologik turli xil narsalarga bo'ysunadi. Endi agar miyangiz kuchli bo'lsa, bu degani hamma shaxsiy jihatlaringiz kuchli.
iroda, o'zingiz boshqarishingiz, diqqat e'tiboringiz va hokazo. Diqqat e'tibor bilan iroda deyarli bitta narsa. Bunisi ham bitta tochkada joylashadi. Darslar qatlamida. Shuning uchun agar siz o'zingizga qarshi chiqilgan fikrga o'zingiz boshqara olmaysiz va jahl chiqib turgan bo'lsa, demak sizni aqliy faoliyatingiz o'ta sust yoki charchagansiz. Charchaganingizni odatda shunaqa bo'ladi. Misol uchun jahl tezroq charchaganda chiqadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'ta spokon inson bo'lishingiz mumkin. O'ta o'zingizni boshqarib olgan inson bo'lishingiz mumkin. Jahl chiqsa aql ketadi deb bekor aytmagan, haqiqatan aqli pastlarda jahl tez chiqadi va bu yerda ko'rinib turibdiki, qarshi fikrga jahl chiqish bu qarshi fikr bu yomon narsa emas, bu yaxshi narsa. Odamlar har xil. Sizga o'xshab hamma fikrlash kerak emas. Dunyo qarashi har xil. Hamma har xil narsaga ishonadi. Lekin bu narsaga sizni jahlingiz chiqadigan bo'lsa, demak sizda katta ehtimol bilan qanaqadir protsesslar bilan muammolar bor. Odatda qarshi fikrni to'g'ri qabul qilish bu aqlli insonni va irodasi kuchli insonning ishi. Shuning uchun ahmoqning ikkinchi belgisi bu qarshi fikrga jahli chiqish. Xo'p, demak ahmoq insonning uchinchi belgisi bu fikr o'zgarmasligi. O'zgarmasligi. Juda ajoyib gap bor. Menga ko'pchilik aytadi bu gapni. Davron, sen 5 yil oldin boshqacha eding, hozir boshqacha gapiryapsan. Men 5 yilda o'zgardim. Men nechta kitob o'qidim, nechta insonlar bilan ko'rishdim, nechta joyga bordim. Ya'ni o'sish jarayoni. Siz agar 20 yosh bilan 30 yoshlik siz bir xil odam bo'lsangiz, demak 10 yilda hech narsa o'zgarmabdi. Fikringiz o'zgarmayib turgan bo'lsa, nimadir qo'shilmayib turgan bo'lsa, bu nimadir nito, ya'ni qanaqadir noto'g'ri harakatlar belgisi. Tushunyapsizmi? Tushunsiz kerak bo'lgan narsa nimadan iborat? Misol uchun, men o'zim fikrlarimga yopishib olmaganman. Hech qachon menga nimadir isboti bo'lsa, xoh men uchun bu juda ham yaqin narsa bo'lsin. Xoh men buni juda ham yaxshi ko'ring. Xoh men shu fikrim bilan dunyo qarashim birlashib ketgan bo'lsin va aytaylik qanaqadir bir xil yashay. Men uchun bu o'ta muhim narsa bo'lsin. Lekin baribir meni fikrimni va men ishongan narsamni noto'g'riligini isboti bo'lsa, 1 sekund o'ylamay men fikrimni o'zgartiraman. 1 sekund. Isbot bo'lsa bo'ldi. Fikringizga yopishmang, haqiqatga yopishing. Tushunishingiz kerak bo'lgan shundan iboratki, haqiqiy aqlli inson u o'zini fikri uchun kurashmaydi. Fikr bu subyektiv narsa boshqa. U haqiqat uchun kurashadi. Haqiqat qayerda bo'lsa, o'sha narsa uning uchun muqaddas, uning uchun asosiy. Lekin prosta tak siz fikringiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha fikringizga shuna turib olgan bo'lsangiz, bu narsani o'zgartirmasangiz, adashmasam Benjamin Franklin aytgan gap bor. Aytadiki, faqatgina ikki toifadagi inson o'z fikrini o'zgartirmaydi. O'lgan odamlar deydi va ahmoqlar. Xuddi shunday fikr o'zgarmasligi bu ahmoqlik belgisi. Xo'p, ahmoqning 4-belgisi bu o'zgartirish iloji bo'lmaydigan narsaga siqilish. Iloji yo'q narsaga siqilish. Tak, bu yerda o'zi nafaqat ahmoqlik yoki aqllilik haqida gap ketmayapti. Bu yerda ko'proq odam irodasiga bog'liq. Men sizlarga sir ochaman. Meni kuzatuvchilarim uchun bu sir emas. Iroda, diqqat e'tibor, kuchli xotira, aql idrok hammasi bitta narsa. Juda o'ta bog'liq. Hech qachon siz ahmoq va xotirasi kuchli insonni uchrata olmaysiz. Kamdan kam bo'ladi bu narsa. Hech qachon siz o'ta xotirasi, o'ta aqlli, fikrlashi zo'r, diqqat yaxshi va hokazo, lekin irodasi sust insonni uchrata olmaysiz. Uchratishingiz mumkin, u istisno holat. Ko'pincha hammasi jamma-jam keladi, birga keladi. Shuning uchun iloji yo'q narsaga siqilishni oldini olish uchun siz kuchli aql egasi bo'lishingiz kerak. Siz prosta tak shunaqa matematik fikrlar olishingiz kerak. Tamom iloji yo'q bu. Sen tamom hayot davom etyapti va hokazo. Haligi mantiq asosida fikrlashni o'rganishingiz kerak. Agar men ko'p odamlarni ko'raman, siqilaveradi, bo'yiga siqiladi kimdir, yana bir narsaga siqiladi. Men aytaman, "Vo" deyman. Ralf Waldo Emersonning gapini aytaman odatda. O'zgartira oladigan narsani o'zgartirishga harakat qil. O'zgartira olmaydigan narsangga siqilma, tamom. Misol uchun aytaylik, inson bo'yi kichkina tug'ilgan bo'lishi mumkin yoki nimadir jarohat olib, qo'l siqib qolgan bo'lishi mumkin va hokazo. Meni og'aynim mana zreniyasini yo'qotgan. 28 ga kirib, ko'zsiz qoldi, zreniyasini yo'qotdi va уже yaxshi bo'lib ketdi. Qanaqa ma'noda? Ko'z ko'rmayapti. Lekin yashab yuribdi, boshqa narsa bo'lib yuribdi. Avvalambor Xudo ko'rsatmasin, lekin iloji yo'q narsaga siqilish umuman noto'g'ri narsa. Ba'zilar aytadi, "Davron aka, men deydi, olimpiya chempion bo'lmoqchiman. Davaychi gazini bosinglar, men zaman." Doimiy ravishda sportsmenlarni men juda hurmat qilganman, ammo bitta narsasi bor. Lekin agar bo'la olmasanglar yoki yana bir narsa bo'lsa, bu narsaga siqilib, kuyinib, qanaqadir bir hayotingiz bo'ldi, yetib keldi deb o'ylamang hech qachon. Doimiy ravishda hayot davom etadi. Ba'zida biz o'zimiz uchun to'g'ri deb o'ylagan narsa aslida olganda to'g'ri emas. Va uni teskarisi, biz bilan bo'layap turgan narsa aslida olganda bo'lish kerak edi va to'g'ri.
Sizni planingiz bilan hayot plani boshqacha bo'lishi mumkin va ba'zida hayot plani sal to'g'riroq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun iloji yo'q narsaga siqilish bu ahmoqlikning bir turi. Ya'ni iloji yo'q, o'zgartira olmaysizmi? O'zgartira olsangiz o'zgartiring, bor kuchingizni tashlang shu narsaga. Lekin agar o'zgartirish iloji bo'lmasa, prosta hayotda davom etish kerak yoki boshqa yo'nalish tanlash kerak yoki yana bir nima qilish kerak. Men bu narsani odatda plan B deyman. Menda bironsiga o'xshamasa, shu paytgacha Xudoga shukr unaqa bo'lmadi. Bo'ldi, lekin aslini olganda sportda menda o'xshamagan. Mana shu narsa hech qanaqa menga siqilish, balobatlar hayolimga bir chekkasidan ham o'tmaydi. Prosta boshqa ish bilan shug'ullanib ketaman. Tamom. Hayot davom etib ketyapti. Nasib ekan, peshona ekan, men nima qila olaman? Hech narsa qila olmayman. Bo'ldi. Demak, ketdik. Yana bir marta. Asosiy formula. O'zgartira olsang o'zgartir. Bor kuchingga harakat qil. O'zgartira olmasang siqilma. Xo'p, keyingi belgi bu ma'lumotni tekshirmasdan ishonish. Tekshirmaslik. Bu bilan juda ko'p men juda ko'p to'qnashaman. Meni asosiy qoidam shundan iboratki, bu faqatgina meni qoidam emas, bu adolatning qoidasi. Любой tomondan keldi. Sharoit tomonidan kelinglar, kodeks tomonidan kelinglar, dunyoqarashdan kelinglar, prosta insoniy tomondan kelinglar. Bir tomonni, ya'ni ikkita tomonni ham eshitmasdan xulosa chiqarilmaydi. Odamlar unaqa emas. Odamlar faqatgina bitta narsani eshitsa bo'ldi, shu narsa to'g'ri. Eng qizig'i, apellyatsiya к авторитету degan narsa bor. Afsuski, bu kognitiv buzilish. Ya'ni bu xato fikrlashlarimizni biri. Agar birorta avtoritetli inson gapirgan bo'lsa, demak bu to'g'ri. Yo'q, to'g'ri emas. Avtoritetli insonlar ham adashadi. Eng qizig'i, kim bo'lishidan qat'iy nazar, insonmi? Demak, xato qilish ehtimoli bor. Shuning uchun ham doimiy ravishda ma'lumotni birinchi o'rinda tekshirishni o'rganinglar. Ba'zilar so'raydi, Davron aka, ma'lumotni tekshirish har safar tekshirishim kerakmi? Voy qiyin-ku, voy o'ylash kerak. Miya nimaga berilgan? Miya o'ylash uchun berilgan. Birinchi masala. Ikkinchi masala, har safar tekshirish shart emas. Tekshirish jarayonida shunaqa tajribasi oshib ketadiki, keyin safar ma'lumot o'zidan o'zi to'g'ri yoki noto'g'riligini primerno biladigan bo'lib qolasiz. 98% holatda ma'lumot to'g'ri yoki noto'g'riligi sizga bitta ayon bo'ladigan bo'lib qoladi. Baribir o'shanda ham misol uchun men shaxsan qaytib tekshirib ko'raman, lekin tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, mana O'zbekistonda moda bor. Bir kishini yomonlab chiqsa, ketdi shu yomonga chiqib ketadi. Auditoriya katta bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bu yomonlabdi buni, lekin u tomonni eshitib ko'raychi degan narsa xayoliga ham kelmaydi ba'zi insonlar. Xuddi shu insonni katta ehtimol bilan ahmoqlik qilyapti. Sababi ma'lumotni tekshirish kerak. Ikkita tomonni eshitish kerak va bu adolatdan. Va bu haqiqiy aqlli insonning ishi. Shuning uchun ma'lumotni tekshirmaslik bu ahmoqlikni yana bitta belgisi. Xo'p, ahmoqlikning keyingi belgisi juda ajoyib belgisi. Odamlar realni shunaqa odamlar bor lekin. Bu kelajakni bilaman deb o'ylash. Aniq bilaman nima bo'ladi, aniq bilaman qaysi biznes yuradi, aniq bilaman qachon qayerda va hokazo bilmaydi hech kim. Tamom, tan olinglar yo tan olmanglar, u farqi yo'q. Fakt shundan iboratki, shunaqa gap bor rus tilida fakt uprямость deydi. Ya'ni faktlar bilan kurashib bo'lmaydi. Bor narsa. Siz tan olish, tan olmasligingizga bo'ysunmaydi faktlar. U prosta bor narsa, isbotlangan narsa va hokazo. Bu yerda ham shunaqa. Kelajakni bilish iloji bormi? Yo'q. Odam uchun yo'q. Siz bila olmaysiz oldindan. Siz bila olmaysiz. Ehtimollarga qarab tanishingiz mumkin. Misol uchun, tajribali biznesmen bitta biznesga qarab, taxminan 70%, 80% yoki даже 90% to'g'ri ayta olishi mumkin. Lekin baribir doim o'sha qaysidir bilmas foizlar qoladi. Undan tashqari boshqa qanaqadir faktorlar bor. Oddiy misol qilib keltiraman. Mana hozirgi kunda spikerlar ko'payib ketgan, kelajagini bilaman deb o'ylaydigan spikerlar ko'p. Men senga точно aytaman, men bu pulni olasam, men bunday qilasan, men bunday bo'ladi. Men bu pulni olasam, men bunday qilasan, men bunday bo'ladi. Ikkita tizim bor dunyoda, kraynistan va srednistan deydi bu narsani. Taleb Nassim. Men bu narsani ochiq tizim va yopiq tizimlar deydi. Ochiq tizimlarda kelajagini bilib bo'lmaydi. Yopiq tizimlarda bilsa bo'ladi. Uni farqlash uchun men alohida video qilib berishim mumkin, lekin bitta narsani tushunishlik kerak. Prosta hayoliy tadqiqot qilib ko'raylik. 2019-yil dekabr oyi, men doim aytaman bu narsani. Fuxanda adashmasam, karantin bo'lib shahar yopilganda birorta odam, birorta spiker, birorta biznesni zo'r tushunadigan guru internetga chiqib turib, pulingni ushlab tur, tikmay tur, yaqinda karantin bo'ladi dedimi? Hech kim hech narsa degani yo'q. 2 oy, 3 oy o'tdiki, hamma yoq yopildi, butun dunyo yopildi. Hech kim bilgani yo'q bu narsani. Oldindan hech kim shuning uchun aytaman, kelajakni bilaman deb o'ylash o'ta katta xato. Bu siz o'zingizga nisbatan o'ta ishonib bormang. Men bu kibr.
Bu ahmoqlik ham, bu kibr ham. Men bunaqa insonlar kibrli insonlar deb o'ylayman. Qanaqa, men точно bilaman, menda hamma narsa zo'r bo'ladi. Voy, o'zingni bos. O'zingni. Xudo xolasa degan gap bekor o'ylab topilmagan. Bo'lishi mumkin, ha, harakat qil, ha, va hokazo. Yaxshi niyat yarim davlat, lekin aniq bilmaysan. Shu narsani bilib turgan insongina fikrlash tizimini ishlatadi. Qolgan odamlar ko'r-ko'rona men точно bilaman, men aniq bilaman deydigan insonlar ko'pi kuyadi. Kuymaganlarini biz ko'ramizda, Steve Jobs va boshqa odamlarni ko'ramizda, mana bular kuymadi-ku deymizda, qolgan ko'p minglab kuygan insonlarni ko'rmaymizda, ularni hisobga olmaymiz va shu narsaga aldanib qolamiz. O'zingizni aldamang, kelajakni bila olmaysizmi? Shuning uchun doimiy ravishda samolyotga chiqib turganingizda parashyutni oling. Men bu narsani ko'p gapiraman. Plan B. Plan B. Xo'p, ahmoq insonni keyingi belgisi bu boshqa dunyoqarashlarni hurmat qilmaslik. Aniqrog'i boshqa dunyoqarashlarga jahli chiqish. Bu yerda jahl haqida gaplashuvdik, fikr borasida. Qaranglar, dunyoqarashlar ming xil, odamlar ming xil. Qaysidir bir obyektiv noto'g'ri, bunaqalar ko'p Yevropani ko'rib yotibmiz. Obyektiv noto'g'ri dunyoqarashlar bormi? Albatta, bor. Ammo bitta nosi bor. Agar siz o'zingiz hayotingiz bilan band, aqlli inson bo'lsangiz, bu narsalar sizni boshingizni to'xtamasdan aylanadi. To'xtamasdan aylanadi. Shu narsani tushunishingiz kerak. To'xtamasdan og'zingizni ko'paytirib bu narsani gapiraverib, qaysidir buni noto'g'ri yashayapti, u noto'g'ri yashayapti, va hokazo, hokazo, hokazo. Butun dunyoni hammani o'zgartirib bo'lmaydi. Insonlarni o'zgartirmoqchimisiz? To'g'ri yashashni o'rgatmoqchimisiz? O'zingiz shunaqa yashang va atrofingizdagi insonlar sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi. Shunaqa gaplar ahmoq insonning, ya'ni fikrlash tizimi sal sustroq bo'lgan insonning 7 ta asosiy belgilari. Bu birinchisi, o'zini hammadan aqlli deb bilish. По-любому kimdir sizdan doim aqlli bo'ladi. Buni tan olasizmi, olmaysizmi? В принципе, farqi yo'q. Qarshi fikrga jahl, ya'ni jahli stressga chiqib ketib turgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan irodasizlik yoki ahmoqlikning belgisi bo'lishi mumkin. Fikr o'zgarmasligi, fikr o'zgarish bu normal holat. Meni qaysidir videomni ko'rib, ilgari to'g'ri deb bilgan narsangizni noto'g'ri deb qabul qilyap turgan bo'lsangiz yoki teskarisi bo'lsa, absolyut normal holat. Bizda moda bor. Sen boshqacha deding-ku, nima qilibdi? Men insonman, o'zgaraman fikrim. Men o'sdim, 1 yil o'tdi oradan, qaysidir kitob o'qidim. Xato qilganimni tushundim. Ba'zilar aytadi, "Sen mana qilib qolibsan, namozxon bo'lib qolibsan yoki o'zingcha ichmaydigan bo'lib qolibsan. Ilgari ichding-ku, ilgari chekarding-ku, nima qilibdi ilgari, nima qilarding?" Yoshligimda aytaylik, qum o'ynardim. Hozir endi umrim oxirigacha qum o'ynashim kerakmi? Odam o'zgaradi. Va hokazo. Iloji yo'q narsaga siqilish, o'zgartira olmaysizmi, siqilmang. Ma'lumotlarni tekshirmaslik eng katta belgilardan biri. Mana shu tamg'a, men juda ko'p shu narsa bilan to'qnashaman. Kelajakni bilaman deb o'ylash va boshqa dunyoqarashdagi insonlarga jahl chiqish. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Izohlarda fikringlarni qoldiringlar. Meni rivojlantiring. Пока-пока.